Adajonga rosa qo'lim shirin adajon desam, gazda ovqat qilish hammani ham qo'lidan keladi. Siz bitta o'choqda qilib ko'ringchi, qanaqa chiqarkin deb mani sinab ko'rganlar keldi. Men ham bo'sh kelmadim. Xo'sh, sizga ko'rsataman dedi. Birinchi bo'lib o'choqda olov yondirib, kartoshkalarni qovurishga tashlavardim. Ular qovurilib turguncha golubtsilarni ichini to'ldirishga o'tib ketdim. Nachinkasini tayyorlab, uni golubtsi ichiga tiqib, yana ham mazali bo'lishi uchun ichiga bitta chesnok ham sovardim. Ketidan xuddi shunaqa qiymaga guruch solib, ziravorlardan solib, ichiga bedana tuxumlardan qo'yib, chivchilli yasab oldim. Kartoshkalarni qizartirib, qovurib, ketidan chivchillarimizni ham xuddi shunaqa qilib qizartirib oldim. Ovqatim yana ham mazaliroq bo'lsin deb, tovuqni oyochalaridan va lahm qo'y go'shtlarini bo'laklaridan solib, ularni ham bir qovurib qizartirib oldim. Chivchil qilgan qiymamni ortib qolgan edi, xuddi shunaqa lo'li kabob shaklida qilib, ularni ham qovurib oldim. Hamma masalliqlarimizni qovurib oldik. Endi qozondan ortiqcha yog'larni olib tashlab, piyoz solib, qizartirib qovurib olamiz va ustidan qizartiradigan solib, tuz va ziravorlari esinglardan chiqib qolmasin. Ketidan boyiga qovurib olgan hamma masalliqlarimizni ustidan solib, suv solib, suvlari yana ham mazaliroq bo'lishi uchun ko'k piyozlardan to'g'rab, ustini yopib, 1-1,5 soatga dimlashga olib qo'yamiz. Bu orada ovqat oldiga eng mazali o'zimiz yaxshi ko'rgan salat qilib o'rgim keldi. Bodring, pomidor, ko'katli, tuz va suzmadan solib, yaxshilab aralashtirib oldim. Lekin bu salatning nomini bilmayman. Agar siz bilsangiz, kommentariyada yozib qoldirsangiz, men ham bilib olardim. Bu orada ovqatlarimiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqangi sochni va mazali chiqdi. Proporsiyalarni bizda yozib qoldiraman. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Olinglar.